Agar siz kvartira sotib olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi xatoni aslo takrorlay ko'rmang. Albatta, uy sotib olishdan oldin uydagi sovuq suv va issiq suv счетчиklarini suv idoralaridagi pokazaniyalar bilan solishtirish yodingizdan ko'tarilmasin. Sababi ertaga sizni bo'yningizga katta qarzdorlik ilinib qolishi mumkin. Bundan tashqari, o'sha ijaraga uyga qo'yganda ham xuddi shunday. Ijarachilar uydan chiqib ketishida uni pokazaniyasi bilan solishtirib olib, hisob-kitob qilib oling. Notar huzuriga borguncha uyda qarzdorliklarni bartaraf qilish kerak bo'ladi sotuvchi tomonidan. Vaholanki, o'sha sotuvchi har doim sotib oluvchiga telefon orqali приложениyalarda yoki o'sha litsevoy shotlar orqali sizga qarzi yo'qligini telefon orqali ko'rsatadi va siz bunga ishonasiz. Buni bilmaslik natijasida oldi sotib qilib olasiz. Bu notarius bazasida ham ko'rinmaydi. Qilgandan keyin o'sha suv va issiq suv idoralaridan kelganda o'sha qarzdorliklar chiqib kelyapti. Buni bartaraf qilish uchun albatta pokazaniya solishtirib ko'ring. Bu video sizga yoqqan bo'lsa, kvartira sotib oluvchilarga maksimal tarqating.